Bu ishni boshlashimizga mana muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan respublikamizni hamma hududlarida, viloyatlarida boshqaruv servis kompaniyalari tashkil qilish bo'yicha topshiriq bo'ldi va shundan biz ilhomlanib boshqaruv servis kompaniyasini ochishga, xalqqa el yurtga xizmatini qilishga jazm qildik. Va hozirgi kunda mana 3 ta mahallani 47-chi Rayhon, 52-chi Yangiobod va 68-chi Turkiston mahallalariga xizmat qilamiz. Hozir jami bo'lib 125 ta ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatamiz. Chag'al yo'llar, asfaltlar bo'ldi, sementlar bo'ldi, misol hadizlarimiz, akvaromlar bo'ldi. Oldiga qaraganda romlar qiyshiq, oynalar singan edi, ichlarini kraskalar qilishdi. Hadizlarni, zinalarni kafil joyi kelgan kafillarini qilishdi, kraskalar qilib chiroyli qilib qo'yishdi. Mana disk mana bu yerda mana 75-chi 76-chi disk plashadkani oldi xarob edi. Mana chiroyli qilib bolalarga o'yingohlar qilib qo'yishdi. Kirish yo'laklari, fasad qismlari, tashqi qismlari, eshiklar o'rnatish, yangi zamonaviy eshiklar va unga kodovый zamoklar qo'yishlik, tashvish tugmalarigacha qo'ydik, nimaga xavfsiz hudud yaratish bo'yicha. Va shunga o'xshash yana ko'p yerto'la qismlari, yerto'la qismidagi muhandislik ishlari, uy ichidagi muhandislik o'sha tik to'g'rilarni yangilashlik bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshirdik. Oldingiga qaraganda ancha yaxshi. Endi hamma joyda ham sekin-sekinlik bilan ish bo'ladi. Xudo xolasa mana qish kelsa yana bir tartibsiz joylarda yana bir tartibga kelinadigan bir nimalari bo'lsa, ularni ham sekin-sekin aytamiz, amalga oshirib berishadi. Ammo lekin ancha oldingi nisbatan yaxshi. Hozirgi kunga qadar tomlarimizda umuman muammo qolmagan. Kirish yo'laklari, fasad qismlarida, hatto mana eshiklar, yerto'la qismida muammo qolmadi deb hisoblaymiz. Faqatgina 24/7 o'sha dispetcherlik xizmatida, dispetcherlik xizmatimizga murojaatlar kelib tushib turadi. Shu murojaatlarni o'sha murojaat kelib tushgan paytdan boshlab bartaraf qilishni mana shuncha xodimlarimiz bilan ko'p yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda kuz-qish mavsumiga biz tayyormiz. Hadizlarni ichlari issiq, hamma joylar yaxshi. Endi bunga bitta bularni o'zi emasda aholilar ham musor qilmaslik kerak, narsa tashlamaslik kerak.